Assalomu alaykum hammaga, aziz ustozlar va kuchli matematiklar. Bugun sizlar bilan kollegiyometri darslarimizni davom qildiramiz. Demak, bugungi darsimizda uchburchak va ular tomonlar orasidagi burchaklar, ya'ni tomonlar orasidagi munosabatlar haqida gaplashib olamiz. Ya'ni bu yerda nima bor? Uchburchak tengsizligi bor. Qachon to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi yoki o'tmas burchakli, qachon o'tkir burchakli uchburchak bo'lish shartlari. Mana shu shartlarni bugun isbotlari bilan tanishishga harakat qilamiz. Demak, har doimgidek mana bu yerda mavzuyimizda oldidan bitta xossa bor. Xossalarni isbotlashdan boshlaymiz. Demak, bizda birinchi xossa, demak, bu yerda yuqorida yozyapti. Mana bu bitta tomoni, ixtiyoriy bitta tomoni, ikkita tomonni ayirmasi, ya'ni kattasidan kichkinasini ayirmasi hamda ikkalasini yig'indisini orasida joylashadi deyapti. Joylashib qoladi. Ya'ni masalan, mana bu yerda biror bir B tomonni oladigan bo'lsam, mana shu tomon, mana bu masalan kattasi S bo'lsin, S minus A dan kichik katta bo'ladi B, kichik bo'ladi B, mana shu ikkalasini yig'indisidan S plus A dan. Yoki bo'lmasam A ni oladigan bo'lsam, A kichik bo'ladi bu, qolgan ikkita tomon B plus S dan, ularni ayirmasidan esa nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Yoki bo'lmasam uchinchi tomonni oladigan bo'lsam, S tomon bu yerda A plus B dan kichkina bo'ladi. Mana shu S tomon esa A minus B dan katta bo'ladi. Xo'p, bularni modul deb olib qo'ysam ham bo'ladi. Ya'ni musbat bo'lishi kerak bular ham. Qarang endi, bitta misol qaraydigan bo'lsam, dastlab misol qaramasdan oldin mana shu xossalarning isbotini ham keltiraylikmi? Xo'p, xossani isbotini keltirishimiz uchun dastlab mana shu joyidan bitta balandlik tushirib yuboraman. Demak, balandlik tushirdim. Ana endi qarang, mana bu yer 90 gradus. Endi bu tomon x kesmaga bo'lsin, bu tomoni esa a minus x ga bo'lsin. Ana endi qarang, biz to'g'ri burchakli uchburchakni bilamiz. Ikkita gipotenuza qatnashyapti bu yerda. Qarang, b hamda s. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuza ikkita katetdan ham katta bo'lardi. Ya'ni masalan bu yerda mana bu s gipotenuza bo'layotgan bo'lsa, mana bu AB'da uchburchakda s gipotenuza bo'lsa, s nimadan katta? Mana bu a minus x dan katta bo'ladi. Endi bu tomondan qaraydigan bo'lsam, mana bu b nimadan katta bo'ladi? X dan katta bo'ladi. Mana shu joyda ikkalasini qo'shib yuborsam, demak, qo'shib yuboradigan bo'lsam, nima bo'ladi? B plus s nima bo'ladi? Katta bo'ladi a dan. Bu tomonda x lar qisqarib ketib, b plus s a dan katta bo'ladi. Yoki bo'lmasam, boshqa tomon uchun qaraydigan bo'lsam, bu yerda masalan mana bu tomondan endi balandlik tushiradigan bo'lsam, masalan, bu yer balandlik bo'lib tushsin, bu tomon y bo'lsin, mana bu tomon esa b minus y bo'lsin. Demak, bu y nimadan kichkina bo'ladi? A dan. A kichik bo'ladi nimadan? A katta bo'lar ekan y dan, ya'ni gipotenuza bo'lyapti bu yerda. Keyin esa mana bu yerda s katta bo'ladi nimadan? B minus y dan. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, a plus s katta bo'ladi b dan. Xo'p, bu ikkinchi, bu birinchi. Xo'p, demak, yana bittasi qoldi. Ya'ni endi bu yerda qayerga balandlik tushirishim kerak? Bu yerdan bu yerga. Demak, bular bitta joyda keshish kerak edi. Bitta joyda kesishtirishim kerak. Demak, kesishdi. Xo'p, demak, buni ham bitta balandlik deb qaraydigan bo'lsam, bu tomonni biror bir z nisbatda bo'lsin. Mana bu yerda esa s minus z da bo'lsin. Xo'p, z b dan kichkina bo'ladi. Demak, b z dan katta bo'ladi. Bu tomonda esa a katta bo'ladi nimadan? S minus z dan. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, bu yerda a plus b miz katta bo'ladi s dan. Demak, bular uchburchak hosil bo'lish shartlarini nimasi bo'ldi? Isboti bo'ldi. Endi qarang, bu tomonlari qayerdan kelib chiqyapti? Bu tomonlari mana shu joydan kelib chiqyapti. Ya'ni mana bu yerda a ni bu tomonga olib o'tib oladigan bo'lsam, b nimadan katta bo'lib qoladi? S minus a dan. Ya'ni bu yerdagi isbotlanib qolyapti. Yoki bularni a ni b ni bu tomonga o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, a kichik bo'ladi b plus s dan. Bu qaysi bo'lib qoladi endi? Mana bu. Hammasi bir-biridan kelib chiqyapti-da bu yerda. Xo'p,
Demak, bu xossani ham isbotladik. Bunga oid bitta misol qarab ketadigan bo'lsam shu joyda. Demak, bitta uchburchak chizib ko'rsataman. Mana shu joyda. Demak, uchburchak tomonlari masalan 2, 3, 4 bo'lsin. Mana bu 2 degan tomoni qaysi oraliqda yotishini topib olaylik. 4 dan 3 ni ayiraman. 4 dan 3 ni ayiraman. Katta bo'ladi bu. Kichik bo'ladi 2 dan. 2 ham kichik bo'ladi 4 plus 3 dan. Rostdan ham qaraydigan bo'lsangiz, mana bu 4 dan 3 ni ayirasam 1, 1 kichik bo'ladi 2 dan, 2 ham kichik bo'ladi 7 dan. Rostdan ham 2, 1 va 7 oralig'ida joylashadimi? Albatta joylashadi. Ana endi yoki bo'lmasam, mana bu 2 ga qo'lladim, hozir 3 ga qo'llaydigan bo'lsam, 3. 4 dan 2 ni ayirsam kichik bo'ladi 3 dan, bu ham kichik bo'ladi 4 plus 2 dan. Rostdan ham qaraydigan bo'lsam, bu 2 kichik bo'ladi 3 dan, kichik bo'ladi 6 dan. Endi keyingisi, masalan, endi 3, 4 uchun qaraydigan bo'lsam, bu yerda 3 dan 2 ni ayiraman. Kichik bo'ladi 4 dan, 3 ga 2 ni qo'shaman, keyin kichik bo'ladi, bu ham 5 dan. Demak, 1 kichik, 4 kichik, 5 dan. Rostdan ham qaraydigan bo'lsam, 4 soni 1 bilan 5 ning orasida joylashadi. Ya'ni tomonlari 2, 3, 4 bo'lgan uchburchak bu nima degani? Mavjud degani bo'ladi. Xo'p, demak, keyingi xossaga o'tamiz. Keyingi xossa mana bu joyda, demak. Xo'p, bu yerda aytayapti, katta tomon qarshisida katta burchak yotadi, kichik tomon qarshisida kichik burchak yotadi xossasini bildiryapti mana shu xossa. Qarang, buni o'zi unaqangi isbotlash shart emas. Masalan, qarang, bu yerda A eng katta tomon deyilyapti, ya'ni mana bu yer eng katta. Xo'p, mana bu yerdagi burchak alfa bo'lsin. Keyin esa B ning qarshisidagi burchak mana bu yer beta. Mana bu yer esa gamma bo'lsin. Qarang, masalan, alfa qanchalik cho'zilgani sayin, ya'ni burchak kattalashgani sayin, uning qarshisidagi tomon ham albatta orasidan ham nima bo'ladi? Kattalashib ketaveradi. Masalan, 30 gradus shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, qarang, 90 gradus qanday ko'rinishda bo'ladi? Shu ko'rinishda bo'ladi albatta. Uni tomonini tutashtirish ham ancha qiyin bo'ladi, mana qarang. Uning uchun bitta uzun tomon kerak bo'ladi. Bu esa juda ham nima bo'lib qoldi, mana qisqa bo'lib qoldi. Demak, rostdan ham katta burchak qarshisida nima yotar ekan? Katta tomon, kichik burchak qarshisida esa kichkina tomon yotar ekan. Xo'p, endi bu shartlarga o'tamiz endi. Demak, bu yerda uchburchakning turini aniqlayapti. Uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak yoki o'tmas burchakli uchburchak, ya'ni burchagiga qaragan holatda turini aniqlash usuli. Demak, bu yerda alfa 90 gradus paytida bu nima? To'g'ri burchakli uchburchak ekanligini menimcha hamma deyarli biladi. Endi bu yerda alfa 90 gradusda katta bo'lgan paytida bu qanaqa bo'lardi? O'tmas burchakli uchburchak xossasi bo'ladi mana bu. Ikkita tomon yig'indisining kvadrati ularni 3-tomonni kvadratidan nima bo'lyapti? Kichik bo'lyapti. Bu yerda esa 3-xossasida o'tkir burchakli uchburchak bo'lyapti. Bitta tomon kvadrati ular ikkita tomon kvadratidan yig'indisidan katta kichik bo'lishi kerak-da bu yerda. Demak, bu yerlarda qarang, umumlashtiradigan bo'lsam, bu yerda ildiz chiqarib yuboradigan bo'lsam, qarang, masalan bundan. Mana bundan ildiz chiqarib yuboradigan bo'lsam, masalan, minusdan ildiz ostida b kvadrat qo'shamiz s kvadrat, keyin esa kichik bo'ladi bu ham a kichik b kvadrat qo'shamiz s kvadratdan bo'ladi. Bizda manfiy albatta bo'lmaydi. Bu o'chirish shart tashlaymiz, shart emas. Qarang, a nimadan katta edi bu yerda? Ikkita tomonga ko'ra. Mana bu yerda qarang. A, mana bu yerda b minus s dan katta bo'lyapti, demak. B minus s dan nima bo'ladi bu? Katta bo'ladi. Xo'p, endi ya'ni umumlashtiryapman-da birinchi xossa bilan buni. Keyin masalan mana bu yerda ham mana ildiz chiqarib yuboradigan bo'lsam, nima bo'ladi? A kvadrat kichik bo'ladi, b kvadrat qo'shib s kvadratdanmi? Buni uchala tomon uchun ham qo'llasa bo'ladi. Masalan, bu yerda b turadigan bo'lsa, mana bu yerda a kvadrat qo'shamiz s ni kvadrati. Bu ham ildiz olaman. A kvadrat qo'shamiz s kvadratdan b kichik bo'ladi. Bu yerda esa a minus s ni moduli. Keyin esa s ni baholaydigan bo'lsam, bu ham a kvadrat qo'shamiz b kvadratdan kichkina. Bu yerda esa a minus b ni moduli joylashadi. Ya'ni yuqoridagi birinchi xossa bilan nima qildim hozir? Umumiylashtirib
chiqdim. Xo'p, endi davom qilamiz. Bu yerda 4-xossa endi. 4-xossani isbotlashga harakat qilamiz. Bu yerda chevrometr, ya'ni ABC chevrometr, ABC uchburchak perimetrining yarmi. Bu yerda mana bu AD plus BD plus DZdan kichkina, bu ham chevrometrdan kichkina, ya'ni perimetrdan. Bu yerlarni A, B, C deb yozib chiqadigan bo'lsam, bu yerni X, bu yerni Y, bu yerni esa Z deb yozib chiqaman. Ana shu yerda endi BDA uchburchak uchun uchburchak tengsizligini qo'llayman. Demak, bu yerda A tomon x minus y dan, bu yerda katta, bu yerda esa x plus y dan kichik bo'ladi. Xo'p, endi b ni baholayman. B tomon esa bu yerda y minus z dan b, yana esa y plus z oralig'ida. Oxirida esa nimani baholayman yana endi? X plus z deyman yoki z minus x deyman. Kichik bo'ladi bu ham c dan, bu ham x plus z dan nima bo'ladi? Kichkina bo'ladi. Demak, shu yerda hammasini qo'shib oladigan bo'lsam, bu tomonda o'zi 0 qolyapti. Hozircha bu modulda turibdi-da o'zi bu. Bu yog'ini baholab chiqaman. Baholab chiqadigan bo'lsam, a plus b plus c chiqadi. Bu tomonda esa ikkita x plus y plus z chiqadi. Endi mana shu joyda mana bu tengsizlik qanday ko'rinishda bo'lyapti o'zi? A plus b plus c taqsim 2 kichik bo'lyapti bu yerda x plus y plus z dan. Bu ham nimadan kichkina bo'lyapti? A plus b plus c dan kichkina bo'lyapti. Endi qarang, mana shu joyda 2 ni bu tomonga bo'lish qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsam, nima bo'lyapti? Qarang. Mana bu formula hosil bo'lyaptimi? Mana shu formula hosil bo'lyapti. Endi qarang, bu ham endi nimadan kichkina bo'lyapti? X plus y plus z ham a plus b plus c dan kichkina ekanligi kelib chiqyapti. Bu qayerdan kelib chiqyapti? Mana shu joyga e'tibor bering. Biz hozir mana bu joyni isbotlab chiqardik. Qani u? Mana isbotlab qo'ydik o'zi. Ana endi men a plus b plus c x plus y plus z dan katta ekanligini isbotlasam, qanaqa bo'ladi u? Demak, qarang, mana bu yarim perimetr bundan kichkina ekan, lekin perimetrning o'zi mana bu uchala tomon yig'indisida nima bo'lar ekan? Doim katta bo'lar ekan. Buni isboti qarang, bu yerdan kelib chiqadi. Xo'p, buni ham isbotini juda ham og'zoq qilib aytib kelsak ham bo'lar ekan. Qarang. Mana bu burchaklar o'tmas burchaklar bo'lyapti bular. Qarang, mana bulardan burchaklari katta. Demak, bu yerda qarang, mana bu tomon alfa bo'ladi. Burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, bu beta bo'ladigan bo'lsa, bu gamma bo'lsin. Alfa qarshisidagi tomon eng katta bo'ladi. Ya'ni eng katta bo'lyapti bu yerda. X dan ham, Y dan ham katta bo'ladi bu. Keyin esa bu tomonda betani qarshisida b yotibdi. Beta eng katta burchak. Demak, b ham Y dan katta. Ana endi bu tomonda z bor, z ham c bor, c ham hamma burchakdan, ya'ni hamma tomondan eng katta bo'lyapti. Demak, biror bir z dan katta bo'ladi deb qoladigan bo'lsam, uchalasini qo'shsam, a plus b plus c miz katta bo'ladi x plus y plus z dan. Ya'ni bu formulaning isboti ham juda ham oddiy qilib chiqib qolar ekan. Xo'p, demak, 4-isbot ham ketdi. Endi 5-chi. Xo'p, qarang, bu yerda nima deyapti? BC, demak, BC mana bu tomon, demak, mana bu tomon. BD plus DC dan nima ekan? Kichkina ekan. Xo'p. Mana bu tomon agar biror bir A bo'lsa, bu B bo'lsin, bu C bo'lsin. Keyin esa B plus C ham AB plus AC dan kichkina bo'lyapti. AB plus AC dan. Buni X deydigan bo'lsam, buni Y deydigan bo'lsam, X plus Y dan kichkina. Demak, A kichik bo'lyapti B plus C dan. B plus C ham nimadan kichkina? X plus Y dan. O'zi uchburchak hosil bo'lish sharti, katta uchburchak shartiga ko'ra nima bo'lish kerak? X plus Y katta bo'lish kerak nimadan? A dan. Keyin esa mana bu yerda B plus C nimadan katta bo'lish kerak? A dan. Uchburchak hosil bo'lishi uchun. Ana endi qarang, bu yerda B plus C nimadan kichkina bu yerda? X plus Y dan albatta nima bo'lyapti? Kichkina bo'lyapti. Sababi qarang, bu yerdan bitta to'g'ri chiziq
tutashtirib yuboradigan bo'lsam, bu yerda x'imiz ham eng katta burchak qarshisida yotibdi, y'imiz ham, demak x'imiz ham b dan katta bo'lyapti, y'imiz ham nimadan katta bo'lyapti? S dan. Ya'ni bundan x plus y'imiz ham b plus s dan katta ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni yuqoridagi mana bu a kichik b plus s dan hamda x plus y dan kichik ekanliklari isbotlari mana shu joydan kelib chiqib qolar ekan. Xo'p, demak, oxirgi xossa, endi bu yerda xossa desak ham bo'lar ekan, demak. Qarang. Bu yerda uchburchak berilgan. Mana shu uchburchakda mana bu a'da balandlik, ya'ni yuksaklik deb aytiladi bu. Misollarda keladi. Keyin esa mana bu AE achortay, ya'ni bu bisektrisa. Yozib qo'yaylik shuni, bisektrisa. Bu balandlik. Bu esa kenarortay ise degani bu mediana. Demak, qarang. Bizlarda balandlik to'ppa-to'g'ri tushsa mana bu balandlik bo'lar ekan. Keyin esa mana bu bisektrisa bo'lar ekan. AE L bilan belgilaylik shuni. Keyin esa mana bu mediana bo'ladi. Qarang, bu yerdan ham bitta xossa keltirib chiqarsa bo'ladi. Qarang. Mana bu tikka tushgan, bu esa qiyoqroq, bu undan ham qiyoqroq. Demak, qarang, h nimadan kichkina bo'lyapti? L dan, L ham M dan. Ya'ni balandlik bisektrisaning uzunligidan kichkina, bisektrisaning uzunligi esa mediananing uzunligiga nima bo'lar ekan? Kichkina bo'lar ekan. Xo'p, endi bularga oid bir nechta masalalar ham ko'rib ketsak bo'laveradi. Mana bu yerda qarang. Birinchi masala, ya'ni bu yerda qarang, har bitta masalani tarjimasini qanday qilaman deb o'ylanmang. Tarjimasini albatta tashlab beramiz. O'zi hozircha tarjimalariga biroz tushunmay turishingiz mumkin. Hali kitobga kirishib ketganingizdan keyin unaqangi hali tarjima qiladigan so'zlar ham yo'q. Unaqangi o'zi 5-6 ta terminlarni bilib qo'ysangiz, juda ham oson u yog'i. Demak, mana bu birinchi masaladan boshlaymiz. Xo'p, x demak bu yerda aytayapti, mana bu x, ya'ni b sini qabul qiladigan butun qiymatlarni toping deyapti bu yerda. X nechta butun qiymatni qabul qiladi deyapti-da. Xo'p, bu tomon qabul qilishi uchun, demak, bu tomon qaysi oraliqda yotadi? 12 minus 6 kichik bo'ladi x dan, 12 plus 6 ham shu ko'rinishda joylashadi. Bu yerda 6 kichik bo'ladi x dan, kichik bo'ladi bu ham 18 dan. Demak, x qabul qiladigan sonlar, demak, 7 dan boshlanadi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Qarang, bu yerda 17 dan 7 gacha nechta son bor? 17 dan 6 ni ayiraman uning uchun. 11 ta son bor. Demak, x ning butun qiymatlari nechta ekan? 11 ta chiqib qolar ekan. Xo'p, endi. Xo'p, ikkinchi masalani ham ishlab berib ketaylik shu yerda. Xo'p, x nechta butun qiymatlarni qabul qiladi deyapti bu yerda ham. Demak, uni qanday topamiz? Bu yerda qarang, bu x. Demak, yuqoridagi uchburchakdan qaraydigan bo'lsam, 15 minus 9 kichik bo'ladi x dan, 15 plus 9 dan. Keyin bu tomondagi uchburchakdan 7 minus 4 kichik bo'ladi x dan, kichik bo'ladi 7 plus 4 dan. Bu yerda qaraydigan bo'lsam, tengsizlik ishlayman-da. Endi bu yerda ikkita. Demak, 6 kichik bo'ladi x dan, kichik bo'ladi bu ham 10 nechadan? 23 mi? 24 ekan. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsam, 3 kichik bo'ladi x dan, bu ham 11 dan. Demak, oraliqda joylaydigan bo'lsam, 3 dan 11 gacha, 6 dan 24 gacha qarang. 3 dan 11 gacha mana bu yer, keyin esa 6 dan 24 gacha mana bu yer. Ikkalasini kesishgan joyi mana bu yer. 6 dan 11 gacha, 6 dan 11 gacha oraliqda esa 7 bor, 8 bor, 9 bor, keyin 10 bor. Demak, butun qiymatlari nechta ekan? 4 ta bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi davom qiladigan bo'lsak. Xo'p, bu yerda bitta, mana shu yerda 5-masalami bor edi. Xo'p, 5-masalani ishlab beradigan bo'lsam, masala shartini o'qiyman. Ya'ni tarjima qilib beraman. Tarjimasi qanaqa bo'ladi bu 5-masalani? Bu yerda agar AB butun musbat sonlar bo'lsa, AB'si muntazam uchburchak perimetrining eng katta qiymatini toping deyapti bu yerda.
Hop, ABC bu yerda qarang, eşkenar degani bu muntazam degani. Demak, chevre sinini, ya'ni perimetrining eng buyuk degani bu eng katta degani. Xo'p, eng buyuk, ya'ni eng katta qiymatini toping deyapti. Xo'p, buni qanday topamiz? Buning uchun dastlab mana bu A bu tomon dedimi? A bu tomon. Demak, A buning eng katta qiymati kerak bizga. Xo'p, buni topishim uchun demak A bu yerda qarang, bu A bu uchburchak perimetr o'zi nima-ku bu? Teng tomonli-ku, teng tomonli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu oraliq qaysi oraliq yotadi? 2 dan kichkina bo'ladi. 2 dan katta va 6 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsam 10 oraliqda yotadi. Buni ishlaydigan bo'lsam 6 dan kichik A, bu ham 18 oraliqda yotadi. Ana endi bizda nima so'ralyapti? Buni yozib olaman alohida. 2 kichik A dan kichik bo'ladi, bu ham 10 dan. 6 kichik A dan kichik bo'ladi, bu ham 18 dan. Xo'p, endi bizda nima so'ralyapti? ABC uchburchak perimetrining eng katta qiymati. Xo'p, bu yerda qarang. Buni bitta oraliqda joylashtiradigan bo'lsam, o'zi qarang, mana bunaqa bo'lib qoladi. 2 yu 10, 6 yu 18. Kechishtiradigan bo'lsam, 6 yu 10 oraliq bo'lib qoladi. Demak, 6 kichik bo'ladi A dan, kichik bo'ladi 10 dan. Bizda perimetrining eng katta qiymati deyaptimi? Xo'p, shu yerda qarang. A bu tomon butun musbat son bo'ladigan bo'lsa, bu yerda A ning eng katta qiymati A teng 9 bo'lyapti. Demak, perimetr AB'siniki muntazam bo'ladigan bo'lsa, albatta 9 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 27 bo'lib qolar ekanda. Xo'p, 5-masala ham ishlandi. Xo'p, endi bu yerda mana bu 13-masala shartini o'qiyman. 13-masalada rasmdagi qaysi tomon eng katta deyapti. Xo'p, bu yerda dastlab burchaklarni topib olaman. Bu yer qarang, necha gradus bo'ladi? 50, 60, 70 gradus bo'ladi. Keyin bu yerda 70, 50, 120, mana bu yer esa 60 gradus bo'ladi. Endi yuqoridagi ABC uchburchakda qaysi tomon eng katta bo'lyapti? A tomon eng katta bo'lyapti. Lekin qarang, mana shu joyda BCD uchburchakka ham e'tibor bering. BCD uchburchakda qaysi tomon eng katta bo'lyapti? 70 gradusni qarshisidagi tomon eng katta bo'lyapti. Ya'ni BCD uchburchakda A tomon Y dan nima bo'lyapti? Kichik bo'lib qolyapti. Bu ABC uchburchak uchun A tomon eng katta bo'lishi mumkin, lekin mana bu yerda qarang, bu yerda 70 gradus bo'lgani uchun bu katta bo'ladi. Ya'ni Y burchak katta bo'ladi. Y tomon katta bo'ladi. Bunga oid yana bitta masala ishlab berishim mumkin. Masalan, mana bu yerda 15-masala. Rasmdagi qaysi tomon eng katta? Xo'p, 80 40 120, bu yerga esa 60 gradus qoladi. 80 40 yana mana bu yerga 60 gradus, 50 70 120 mana bu yerga ham 60 gradus qoladi. Xo'p, demak, yuqoridan keladigan bo'lsam, A, Y, S uchburchakdan foydalansam, bu yerda eng katta tomon qaysi bo'lyapti? 80 gradusni qarshisidagi tomon A si bo'lyapti. Endi A, S bu uchburchakda esa bu A si tomon eng katta bo'lmayapti, sababi bu 60 gradusni qarshisida yotibdi. Bu yerda eng kattasi 80 gradusni qarshisida yotgani bo'ladi, ya'ni B si. Endi lekin qarang, B, C da uchburchakda ham qaraydigan bo'lsangiz, bu mana bu tomon eng katta bo'lmayapti, sababi u 60 gradusda qarshisida yotibdi. Bizga 70 gradus ham bor undan kattasi. Demak, mana bu B, D tomon nima bo'lar ekan? Eng kattasi bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda mana 22-masalada yasashga oid masala ham bor ekan. Qarang. Xo'p, bu yerda nima qilib yuboramiz? Bu bilan buni birlashtirib yuboraman. Bu nechaga teng bo'ladi B? 8 ga teng bo'ladi, sababi bu balandlik ham mediana bo'lyapti. Ham teng oluvchi burchak bo'ladi-da bunaqangi vaziyat. Bu 8 bo'ladi demak. Bizda nimani qiymati qabul qilinishini so'ralyapti endi? X ni qiymati. X ni qiymatini mana bu AB burchakka e'tibor beradigan bo'lsam, bu 8 minus 5 dan kichik bo'ladi X, 8 plus 5 dan esa nima bo'ladi? Kichkina. Xo'p, endi 3 dan kichik X kichik bo'ladi, bu ham 13 dan. Bu yerda to 4 dan boshlab nechagacha son bor? 12 gacha qiymatlari bor. Mana shu 4 dan 12 gacha bo'lgan qiymatlarni qo'shib chiqadigan bo'lsangiz, 72 chiqar ekanda demak javobi. Xo'p, bu ham unaqangi qiyin masala emas. O'zi bu yerda unaqangi qiyin masalalar yo'q. Xo'p, qarang, 19-masalani ham ishlab berik. Bu yerda gradus topish so'ralgan ekan. 19-masalada demak 50 gradus, mana bu yerni alfa deyay, mana bu yer esa B.
Mana bu yer A bo'lsin. Aytayaptiki, B'si bu yerda A'sidan nima bo'lyapti? Katta bo'lyapti. B'si tomon mana bu yer. Demak, A'sidan katta bo'lyapti. Demak, B'si tomon A katta ekan B'dan. X ning eng buyuk tam sayt degrekaşlar. Ya'ni X ning eng katta butun qiymatini toping deyapti. X ning eng katta qiymati. Ya'ni gradusning eng katta qiymatini toping deyapti. Qarang, shu joyda alfa albatta nima bo'ladi? 50 gradusdan katta bo'ladimi? Alfa 50 gradusdan katta bo'ladi. Nimaga unaqa dedim men? Qarang, mana bu joyda 50 gradus qarshisidagi tomon B, mana shu B A dan nima bo'lib qoldi? Kichkina bo'lib qoldi. Shuning uchun ham alfani qarshisidagi tomon A bo'lgani uchun alfani 50 gradusdan katta deb oldim. Demak, bu yerda X ning eng katta qiymati so'ralgan. Bu yerda A katta B dan va bundan qarang. Xo'p, alfani 51 gradus deb oladigan bo'lsam, minimum tarzda X shunda eng katta qiymatga erishadi. Demak, 50 qo'shamiz 51 gradus qo'shamiz X teng 180. Ha, bu yerdan X ni topadigan bo'lsam 101 79 gradus chiqar ekan. Xo'p, demak 23-masala o'zlaringizga. Xo'p, bu yerdagi mana bu masala ham endi nima bo'lib qoldi? X ni qiymatini topish. Alfa 90 gradus. Alfa 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, X ni qiymati so'ralyapti. Demak, A ni kvadratiga, mana bu 8 ni kvadratiga 90 gradus uchburchak bo'lganidan keyin bu nima bo'ladi? Pifagor 8 ni kvadratiga 16 ni kvadratini qo'shadigan bo'lsam, X ni kvadratiga teng. Demak, 256 qo'shamiz 64 teng X ni kvadrati. Demak, bu yerda 320 chiqadi. Bu ham X ni kvadrati. Xo'p, 64 ko'payamiz 5 deydigan bo'lsam, bunda ham 8 o'z ostida 5 chiqar ekan. Xo'p, demak, boshqa masalalar ham xuddi shunday ishlanadi bu joyda. Xo'p, tarjimalarni tashlab beraman. Xo'p, bizada birinchi vazifamiz qayergacha bo'ladi? 31-vazifagacha bo'ladi. 31-masalagacha bugungi darsimizda birinchi vazifamiz. Sababi bu mavzuda 60 ta masala bor ekan. 60 ta masala bo'lgani uchun 31-masalagacha bitta vazifa bo'ladi. Xo'p, demak, bu joyda demak yana tushuntiradigan narsalarimiz bormi? Ha, bu joyda bor ekan mana. 57-masalada. Masala emas, xossa aytib ketgan bu yerda. Ya'ni balandlik, mediana hamda bisektrisalar orasidagi bog'lanish. Qarang, HA kichik bo'ladi HB dan, kichik bo'ladi HC dan deyapti. Qachon? Qachonki mana bu shart bajarilsa. Masalan, uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon biror bir A bo'lsin, bu tomon B bo'lsin, bu tomon C bo'lsin. Qarang, A tomonga tushiriladigan balandlik, keyin B tomonga tushiriladigan balandlik, keyin esa C tomonga tushadigan balandlik. Rostdan ham qarang, mana A bu tomonga tushib turgan balandlik nima bo'ladi? Eng qisqa bo'ladi. HA eng kichik bo'ladi, keyin esa HB, keyin esa eng kichkina tomonga tushgan nima? Balandlik eng uzuni bo'ladi. HC eng uzuni bo'ladi. Xo'p, keyin nima bor bu yerda? Mediana bor, bisektrisa bor. Hammasida mana shu xossa doim o'rinli bo'ladi. Teskari holatlarni unaqa emas. Ya'ni 1 HA bu yerda nima bo'ladi? 1 HA mana bu yerda yozib qo'yibdi-ku. Bu yerda teskari holat o'rinli bo'ladi. Bu xossani esa men yuqorida aytib o'tgan edim. Ya'ni birinchi balandlik, keyin esa nima turadi degan edim? Bisektrisa, keyin esa mediana. Demak, bugungi mavzuyimiz mana shu joyda o'z yakuniga yetadi. Xo'p, demak, menimcha bugungi mavzu hammaga tushunarli bo'ldi. Unaqangi qiyin emas edi. Ko'rsak, ya'ni munosabatlar, tomonlar orasidagi munosabatlar.
iloji boricha isbotlarini keltirib o'tishga harakat qildim. Xo'p, demak, birozdan keyin topshiriq yuboriladi. Demak, topshiriqni ishlaysiz. Albatta, bilimlaringizni mustahkamlab olasiz degan umiddaman. Demak, hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.